Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmetli ustazlar, hürmetli qarindoshlar. Allah subhanahu ve taala hammanglarni shu vaqtimizni xayrli qilsin. Fazli rahmeti bilan yani biz ulug' Ramazon oyiga ulush oldi turyapmiz. Allah subhanahu ve taoladan shu hammanglarni Ramazon oyiga yetkazishga, Ramazon oyining rahmati, barakati va Ramazon oyininki muborak fazilatlariga erishtirishga muyassar qilsin. Bugun ruhiy tushkunlikni tugatishning iloji degan temadagi oxirgi darsimiz. Allah xolisa kelabdiga shu Ramazonni qanday kutib olamiz degan temada bir dars qilamiz. Bugungi darsimizning temasi tanqiddan ansirmang. Yani başkalarınki tanqidlashi, ayiblashiga parvo qilib ketmang. Yani başkalarınki sizni tanqidlashi sizga ziyon yetkazmaydi. Agar to'g'ri tanqid olsa, bu sizga foydasi bo'ladi. Bu sizning qadr qimmatingizningki va o'rningizningki yaxshi ekanligi, qilayotgan ishingizning to'g'ri ekanligini bildiradi. İnsanlar kishilarga foyda yetkazmaydi, ziyon yetkazmaydi. Chunki foyda ziyon Allohning ilkida. Fuzayl ibn Iyaz rahimahulloh deydi: İnsanlarınki foydamı yetkazmaydigan, ziyon yetkazmaydiganligini bilgan vaqtida o insonlarning odamning qalbi rohatlanib qoladi. Bir insonning maqsadi, orzusi Allohning roziligini talab qilish bo'ladi ekan, to'g'rini tanlab ish qiladi ekan, bu vaqtida bu kishiga yuzlangan tanqid, ayiblash so'zlarga parvo qilmaslik kerak. İnson buningga ko'nib qolgan vaqtida tanqid anglash oson tuyuladi. Bazı vaqtida yani başkalarınki tanqidi, e'tiroz bildirishi bilan başkalarının maqtishi va fikrga muvofiq kelishi o'xshash bo'lib qoladi. Mayli maqtsin, mayli tanqidlasin, qanday qilsa uningga parvo qilmaydi. Uning maqsadi nima desa, faqat Allohning roziligini ko'zlash bo'ladi. İbn Hazm rahimahulloh aytadi: kishilarning so'ziga parvo qilmasdan, kishilarning xoliqi bo'lgan Alloh azza va jallaning so'ziga parvo qilish odatlanadi. Aql va rohatning hammasi shuningda bo'ladi. Hamda har qanday odam men dunyoda toftana ayib nuqsondan bir xoli yashayman deb o'ylab qolsa, bu odamning aqlida bir masala bor. Chunki inson bo'lgankanmiz, inson deganda ma'lum darajada ayib nuqson bo'ladi, xatolik bo'ladi. Shunga inson nihoyatda cho'nqur o'ylanib, haqiqatlarga qarab chiqqan vaqtida insonga kishilarning uni tunji qitim maqtigan vaqtida bu odamga beradigan, ya'ni ta'siridan uni so'kkan vaqtidagi beradigan ta'siri kuchli bo'ladi. Chunki o odamni boshqalarning maqtishi haqli, to'g'ri ishda bo'lib qolsa, bu insonga kishilarning maqtagan madhiyalari yetsa, buningga bir ta'sir qilish mumkin. O'zidan ajablanib, "Voy, men shunda maqtashga loyiq inson o'xshayman" deb o'zidan ajablanib qilish mumkin. Shuning bilan o'zining fazilatlari buzilib ketadi. Agar boshqalarningki yolg'on, yasimchilik bilan xatolik ishlarni maqtab qo'ygan bo'lsa, bu maqtash bu odamga yetgan vaqtida buningdan xursand bo'lib qolsa, bu odam yolg'ondan xursand bo'lgan bo'ladi. Ya'ni yolg'onchilik o'zi qilmagan bir ish bilan maqtanib xursand bo'lgan bo'ladi. Bu nihoyat zo'r xatolik. Ammo kishilarning bu odamni ayiblashi agar haqliq bo'lsa, kishilarning aybi bu odamga yetgan vaqtida balkim bu u kishining boshqalarning ayblanishiga uchraydigan ishlardan yiroq bo'lishiga sabab bo'ladi. Bu nihoyatda zo'r utuq va natija. Agar kishilarningki hamda buni so'kishi batil bika-bikadan haqsizlik bilan zulm qilib so'kkan bo'lsa, bu ahvolga yetganda sabr qilsa, bu odam o'zininki nihoyatda keng qo'saq, muloyim, sabrchanlikdan ortiq bir fazilatga erishgan bo'ladi. Shuning bilan turug'liq bu odam foydaga erishadi. Qanday foydaga erishadi desa, bu odam o'zini va bika-bikadan so'kkan, inkor qilgan, ayiblagan kishilarning yaxshiligini oladi. Ya'ni qiyomat kunida inson qutulishga eng ehtiyojli bo'lgan vaqtida bu yerda bu odam dunyoda hech qanday qiyirib charchamasdan, hech qanday qiyinchilikqa uchirmasdan erishgan bir amallar paydo bo'ladi. Bu nima desa, o'zini bika-bikadan so'kkan, ayiblagan, g'aybatini qilgan bunday kishilarningki yaxshiliklari bu odamga keladi. Yani bu nihoyatda zo'r utuq qozonganlik hisoblanadi. Ammo kishilarning maqtaganligimi yoki so'kkanligimi, ayiblaganligimi bu odamga yetmasa, ya'ni o'zi to'g'ri ishni qilaveribdi, mayli boshqalar maqtasin yoki so'ksin yoki maqtaganlik, ayiblaganligini anglamasin, bu odam har qanday holatda ajrga erishadi.
Agar Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamningki go'zal ish qilgan kishilarni to'g'ri shaklda maqtashningki durust bo'lganligi to'g'risida zalika ajilu bushra lil mu'minin. Shu mu'minlarga berilgan tiz bir xursandlik, ya'ni dunyoda berilgan xush bishorat degan bu hadisi bo'lmagan bo'lsa edi, albatta aqlli odam boshqalarningki haq bilan maqtishiga rag'batlanmasdan, boshqalarning so'kishi, o'zini ayblashiga bak rag'batlanadi. Lekin payg'ambar alayhisalomning mush so'zi haq bilan bishorat berishninki to'g'ri ekanligini bayon qilib berdi. Ya'ni musulmonninki to'g'ri ish qilganligini, bu odamninki haq ish qilganligini maqtab qo'yganlik degan dunyoda buningga berilgan bishorat. Bishorat nimidan bo'ldi desa, shu maqtilgan ishininki to'g'ri bo'lganligidan, qilgan ishininki to'g'ri bo'lganligidan bu odam maqtashga sazovor bo'ldi. Bu ruhiy tushkunlikni yo'qotishninki yana bir iloji nima desa, o'limni orzu qilmaslik va o'ziga o'lim tilab duo qilmaslik kerak. İnsonga har qanday balo musibat qattiq bo'lib ketsin, qiyinchiliklar ko'p bo'lib ketsin, dard xafalik ziyoda bo'lib ketsin, o'limni orzu qilishdan hazar qilish kerak yoki o'ziga o'lim tilab duo qilmaslik kerak. Chunki bu payg'ambar alayhisolamning hadislarida cheklangan. Mu'minningki umri mu'minga yaxshilikni ziyoda qiladi. Agar u odam yaxshi ish qiluvchi bo'lsa, yaxshilikni ko'p qilib oladi. Agar bu odam xato ish qilgan odamlardan bo'lib qolsa, uzun yashash orqali xatoliklardan qo'l uzidi, qilgan gunohiga tövbe qiladi. Eningdan sirt balo musibatlar yetsa, shu uzun yashagan hayotida buningga sabr qilganlikninki savobiga erishadi. Şu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özünün hadisi degan hayrun nas men tala umruhu ve hasuna ameluhu. İnsanların en yaxşısı qaysi desa, uzun ömür ko'rgan va qilgan ish harakatları yaxshi bo'lgan kishilardir. İnsan uzun yaşasa, hayatida yaxshi amallarni ko'p qilsa, buning darajasi yuqori bo'ladi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste aytgan: "Ve la yetamannayanna ahadukumul mauta imma muhsinan fala'allahu ay yazdada khayra ve imma musian fala'allahu ay yasta'tiba." Sizlarning biringlar o'limni orzu qilmasin dedi. Agar bu odam muhsin, yaxshi inson bo'lsa, bu odam tiximi yaxshilikni ko'p qilib olaydi. Agar xatolashgan inson bo'lib qolsa, balkim bu odam xatolikqa tövbe qilib, to'g'ri yo'lga qaytishi mumkin degan. İmam Müslim'den kelgan yana bir hadisda sizlarning biringlar o'limni orzu qilmasin, o'lim kelishdan ilgari o'ziga o'lim tilab duo qilmasin dedi. Chunki sizlarning biringlar o'lib ketsa, uning barliq amallari uziladi, to'xtaydi. Nam amal sahifasi qatlanadi. Mu'minga uning umri faqat yaxshilikni ziyoda qiladi. Yana Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şunaq degan: "Sizlarning biringlar o'zga yetgan bir xafilik, musibat, ziyon zahmatning sababidan o'limni orzu qilmasin. Agar u odam cho'qim zodi o'limni orzu qiladigan ishi bo'lib qolsa, mundaq deb duo qilsin" deydi. Allohumma ahyini ma kanatil hayatu khayran li va tawaffani va iza kanatil vafatu khayran li. Ey Allah, hayat men uchun yaxshilik bo'lib qolsa, meni hayot qo'ysizlar. Agar vafot bo'lish men uchun yaxshilik bo'lib qolsa, meni vafot toptirsizlar deb ma shaklda duo qilsa bo'ladi. O'limni orzu qilishdan nurg'un xatolik, to'g'ri bo'lmagan ishlar maydonga keladi. İmam Sa'di rahimahullah mushahadisni izohlab buni tuvandikcha bayon qilgan deydi. Birinchisi, o'limni orzu qilganlik nim bo'ldi desa, Allohningki taqdirini yomon ko'rganlik bo'ladi. Chunki inson degan sabr qilishga buyurilgan. İkincisi, umidsizlik, nafsining ajizligi va o'ziga yetgan g'am, qayg'uni yo'q qilish uchun harakat qilishni tashlash va o'zi uchun rizq hosil qilish, kasalliklarga shifolik hosil qilish uchun tirishchanlik qilish, bunday ishlarga sal qarg'anlik. Buningdan umidsizlanib, nafsining ajizligidan bu odam o'limni orzu qiladi. Shundaqla o'limni orzu qilgan vaqtida insonning g'am, qayg'usi, ish siqilishi ziyoda bo'ladi. To'rtinchisi, yani o'limni orzu qilish degan nadon, ahmoq odamlarning ishi deydi. Inson o'limdan keyin o'ziga nima ishlarning bo'lganligini bilmaydi. Bu odam dunyodan ketgandan keyin barzaxda va qiyomatda dunyoda tatgan jafo mushaqqatlardan natijasi alamlik bo'lgan qattiq azoblarga uchrashi mumkin.
Beshinchisi hamda o'lim bandining barliq yaxshi amallarini uzib o'tadi. Ya'ni inson o'lgandan keyin insonda amal qilish fursati bo'lmaydi. Nam amal sahifasi yepiladi. Shuning bilan qilgan amallari oxirlashadi. Oltinchisi, balo musibatga sabr qilganning ajrini yo'qitib qo'ydi. Yetgan balo musibatga bir sabr qilganning o'rniga o'ziga o'lim tilab, o'limni orzu qilsa, bu odam sabr qiluvchilar erishadigan nurg'un ajr savobdan quruq qoladi. İnnema yuvaffas sabiruna ecrahum bighayri hisab. Allah subhanahu va taolo Qur'oni Karimda biz haqiqatan sabr qiluvchilarning ajr savobini hisobsiz, hassilab oshirib beramiz degan. Unda o'g'andikin Allah subhanahu va taoloninki sabr qiluvchilarga beradigan mukofoti nihoyatda katta. Xuddi Allah subhanahu va taolo ro'za tutuvchilarni sabr qiluvchilarning qatoridan hisoblagan. Chunki inson ro'za tutgan vaqtida o'zining yemak ichmakidan voz kechidi va o'ziga durust bo'lgan nurg'un halol ishlardan cheklanadi. Buningga sabr qilib Allah roziligi uchun ro'za tutganlikdan Allah bandininki hamma amali o'ziga ro'zasi men uchun ro'za tutgan bandamning mukofotini men berman deb buni alohida bayon qilgan. Hatto ro'za tutuvchilarning kiradigan ishigimi ayrim jannatga. Chunki bu ro'zada nurg'un ishlarga sabr qilish va yozning issiq kunlarida ussizlik, ochlik, horg'inlik buni hammasiga Allah roziligi uchun sabr qilgan vaqtida sabr qiluvchilarningki ajrga erishgil bo'ladi. Shuningdek, hamda inson kichikkina balo musibat, qiyinchilik, xafalik yetgan vaqtida voy bir o'lsam bo'lmamdi, men bir o'lib ketsam, bu ko'zim ko'misa bunday ishlarni deb Allohning taqdiriga qarshi chiqib o'lim tilashning o'zi to'g'ri bo'lmaydi. Allah bizni shu turli g'am, qayg'ulardan, qiyinchiliklardan, acizlikdan, horullikdan, qo'rqinchoqlikdan, bexillikdan, qarzdorchilik tushib qilishdan va shundaqla dushmanlarningki bisimidan o'zi saqlasin. Allah subhanahu va taolo bizlarni har qitim o'zini zikr qiladigan, o'zining ne'matlariga shukr etadigan, o'ziga nihoyat go'zal shaklda ibodat qilishimizga Allah yordam bersin. Allah subhanahu va taolo qalbimizga xotirjamlik, ko'nglimizga oromdillikni bizga rizq qilib bersin. Allah subhanahu va taolo bu ishlarni bizni o'ziga taat ibodat qilishga bir yordam chiqib bersin. Allah subhanahu va taologa har vaqt duo qilib tilaylikki, Allah subhanahu va taolo o'zining bandasiga yetgan har qanday qiyinchilikni Allah oson qilguchi. Shunga duoga sal qarmay har vaqt Allohga duo qilib, har qanday bir qiyinchilik bo'lsa Allohga yalvarsak, inshaalloh bu qiyinchiliklar oson bo'lib ketadi. Chunki biz bu hayatı dünyada yaşaydı ekanmiz. Dünyada insan bir gün külse, bir qancha ay yig'laydigan ish bo'ladi. Bir kun baxtli o'tsa, yana bir qancha vaqt baxtsiz o'tib ketadigan bunday ishlar bo'ladi. Chunki dünya hayatı davomli bir xil shaklda o'tmaydi. Şu an biz etrafımızı qarab baxsaqmı, nurg'un kishilar bor. Jafa mushaqqatga uchrayotgan, bizdinmi qiyinchilik qilgan. Shuning qarab Alloh shukr etib, Allohga sabr qilsak, dunyo oxiratda buningki natijasiga erishimiz. Şu an İbn Mas'ud radhiyallohu anhu'ningki bir so'zi bor ekan, har qanday bir uyda xursandlik umumlashir ekan, uningda cho'qim yana bir g'am, qayg'u, xafalik bo'ladi. Dunyoninki xushalliqi degan nimaga o'xshaydi desa, bir shirin uyquga yoki uyquda ko'rgan tushga o'xshaydi yoki bir yo'qab ketadigan soyaga o'xshaydi. Chunki dunyo az kuldirdi, ko'p yig'latadi. Bir kun xursand qiladi, bir umr xaf qiladi. Bir kun manfaatlantirdi, uzun vaqt cheklaydi. Shunga bu dunyoninki ba'zi bir lazzatlarga aldanmasdan mangulik hayot bo'lgan ahiret diyarı üçün özümüzdeki vaktimizni çoğun tutup Allah razı bo'ladigan, Allah yaxshi ko'radigan amal ibadetler bilen meşgul bolsak kalbimiz rahat oladu. Manevi tarafdaki sıkıntılarımız yok boludu. Bolup mu bu maddi sıkıntı çıkmasıyla emas. Ama insan özününki ruhiyeti, maneviyatını sağlam tutmağa vaxtıda musafirçilik, muhacirlik hayatta insan özünü yoqtup koydu. Şuna
avlodlarimizni yaxshi tarbiyalashimiz va Allohga güzel şekilde Allah razı bo'lg'idek ibodat qilishimiz uchun doim nafsimizni poklab, ruhiyatimizni saplashtirib, ma'naviyatimizni ustun ko'tarib, o'zimizni ruhliq tutishga tirishishimiz kerak. Shuna qilgan vaqtimizda o'zimizni saqlab qola olamiz, avlodlarimizni yaxshi tarbiyalab keta olamiz. Alloh subhanahu va taolo hammalarni shu yaxshi ishlarga muvaffaq qilsin. Bizni oxirgi hayotimizgacha Alloh o'zi rozi bo'ldigan